أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين آمين. أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يطول بهم الصلاة. İmam cemaatla namaz okuyan çağda namazını uzun okutmaydı. Ala vechin yuaddi ila tanfir. Cemaatini kaçırıp koyduğun derecede uzartıp etmeydi. Bel yukhaffifu takhfifan an tamam. Belki ta'dil erkanını cacidi kılıp, ravrus kılıp, lekin qiraatni yengilerek okupurdu. لحديث معاذ رضي الله عنه فإنه كان يطول بهم القراءة في الصلاة فقال له صلى الله عليه وسلم: أفتان أنت يا معاذ؟ صل بالقوم صلاة أضعافهم فإن فيهم الصغير والكبير وذا الحاجة. Muaz radıyallahu anh namazda uzun kıraat kılgan boğaçka bazı rivayetlerde bir rekatga sura Yusuf'ni o'qiganda ekmiz. Yani bir rekatga bir para o'qigan bo'lishi mumkin. Lekin sahobalardan ishidan ansardan birisi dehqonchilik ishlari bo'g'achqa, bu oldiradigan bo'g'achqa namozda turib bo'lolmay, ishtirak chiqib bilan o'z namozini o'qib ketgan. Lekin Muaz dedimi yo boshqa dedimi munofiq deb unda gap so'z bo'lgan ekan. Bu Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga shikoyat qilib kelgan chog'da Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Muaz radhiyallohu anhuga kaygan. Afattanun anta ya Muaz, yani fattan degan jamoatni ashunda jamoat bilan namoz o'qishni yondiradigan, dinda masalan kishilarni suslashtirish sabab bo'ladigan degan. Ash jamoatning ichidagi eng ojizga rioya qilgan holatda o'qigan, chunki ularning ichida kichiklari bor, yashinib qolganlar bor, hajda qistab qolganlar, zal haj degan tarix qistab qolgan deganga nima qilsak bo'ldi, yoki jiddiy bir ishlar bor odam bo'lishi mumkin. Yani bir rivayette halla qara'ta biwadduha ve sebbih isma rabbikal a'la. Bunda surullah o'qsam bo'lmamdi degan. Yani bir hadisda inni uridu an utawwila as-salah fa asma'u buka as-sabi fa atajawwazu fi salati karahiyata an ashqa ala ummati. Qala ve yukrahu imamatul abd vel a'rabi vel a'ma vel fasiq ve velediz zina vel mubtada'. Kulning imom bo'lishi, arabiyning imom bo'lishi, arabiy degan ko'pincha ahvolda bilimsiz, qaraqo'saq, qari turuk yoki savotsiz bo'lib qoladi. Ko'pincha yezlarda shunda. Yani sarani to'mpay degan gap bo'lar. Bu arabiy degan badaviy miyada. Lekin unda arabning sahrasi shu bizning yezlarimizga o'xshash, bizning sahra. Yani ziraat o'sizganda yap-yeshil ekinzorlik bo'lsin, lekin yezan. Yani qaraviy degan ma'noda. Val a'ma kishi, fasiq muharramatni qilayotgan odamlar, aroq ichadigan, zina qiladigan endi. Va valadiz zinadan bo'lgan bola. Val mubtada' bid'atchi endi bu kufr darsga chiqarib atmaydigan bid'atni qilgan kishi demak. Bid'atning darajalari farqli. Kishi bid'atdan tortib kufrga chiqaradigan bid'at bo'lishi mumkin. Aqidadagi bid'at masalan bunday. Yani ya da kafir olup gitgan bidatçılar bazı münasebsiz bu. Kafir ıslah kılmayımız var. Lekin ma'lum da aşında bazı bir kişi bidatlarını kıldıran kişiye ve şunu teşvik kıldıran kişidir. Lekin müşahedemde fasık tutup, bidatçı tutup, biz fisk ya bidat demişten şeriatın şu ulmanın gibi neler? Anı birisi fasık ya bidatçı deyişte özümüz halganca ölçen beklinden koyuvarsak bulam da olmaydı. Birisinin fasıklığı için şeriat belirlenen ölçemde fasıklık derecesi yetiş lazım. Bid'atçılığı için hilafi meseleler mesela rafiyat meselesidir o. Mesela rafiyat kılmaydıgan hani dedim bizde şundaki bid'atçı dep lan bunu da biz aklımız yoksa makruh olduğun bid'atçı kadar çıkarılmaydı. Yani göz kararışta okşaş olmayan ya bid'atlikte ihtilaf bulup kalan bir işte kıygan kişi bid'atçı bulup kalmaydı. Bu anda resmen şu biz ittifak kelgan bid'at degan ishni qilsa, uni bid'atchi bo'ldi. Lekin jamiyatda ham xohlagancha shunda bid'atchi deyildi ochilib bor. Yana makruh dedi, a'maning vasilasida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga Abdullah ibn Maktumni tayinlab qo'yib ketgan.
g'azot qilib ketgan. Abdullah ibn Maktum Madina amiri bo'lg'achqa jamoat imom bo'lib namoz o'qiydi. Bu Abu Dawud rivoyat qilgan hasan darajalik hadislar kelgan. Yana shu u yerda namoz o'qib paslar imom bo'lib namoz o'qishga masjidga borolmay qoldim degan amak shoga Atban ibn Malikma shu kishining shu imom bo'g'ini Sahih Buxoriy bor shunda. Chunki vaqtda u yerda o'qiy bo'lmadim deb Rasululloh uyda bir o'rinda namoz o'qib bergan. Shu yana namoz o'qiydigan yaqilish uchun tabarrukan. Bumi joizligini ko'rsatdi. Lekin endi bu mazhab ama kishilda tozalik jihatdan, tartilish jihatdan qiblaga turgan bo'lsa-mu, ikkinchi rakat qo'pgan chog'da mandiroq qarlib turib qolishi mumkin. Qo'pgan chog'da diqqat qilmasa, manda taraf bo'lg'achqa makruh dedi. Agar bunday ishlarni saqlanadigan, Abdullah ibn Maktumdek, Atban radhiyallohu anhudek, sahoba kiramdek ashunda joyida qiladigan bo'lib qolsa, makruh emas dedi. Lekin ama kishiga al-g'alib alayhim ko'pinchanda kataga najosatni qo'sh ko'maydi. Tarat olgancha to'liq olmas mumkin. Qiblaga yuzlanishda birlik ketib qolishi mumkin imom bo'layotib. Bunda bir ahvollar bo'lg'achqa makruh deb qaragan. Mana li anna imamatahum tuqallilul jamoat. Chunki ularning imom bo'lishi jamoatni azaytitdi. Li suquti manzilatil abd 'inda an-nas. Bir-birlab kelsak, qulning uchun imom bo'lish makruh desa, kishilarning nazarida qulga tuvan qaraydigan xohish mavjud. Balki hech qulning aql namozi umtoq, kilonlar namozi namoz o'qiylar deb jamoat aziyat ketishi mumkin. Garchi taqodirlik va imomatchilikka salohiyat qullik o'rlik bilan o'lchanmasimi, kishilarning nazarida shunda o'zi o'lcham qilib olgan taraflar bo'lg'achqa, jamoatni azaytitiga xil bo'lg'achqa demakchi. Qulda a'lam yawmusa Qulda shu sifatli tepilib qolsa, ondan kishilar sahoba kiramdek qul bo'lsa-mu, namoz o'qishaq bo'ldi deydigan, tuvan ko'maydigan, qechib ketmaydigan darajada bo'lsa, shu qul imom bo'ldi. Shunga Hazrat Umarning zamonida masalan, qaysi bir chog'da Salim sahoba kiramlarga imom bo'lib namoz o'qigan. Balki u hamda keyin azod bo'lgandan keyingi ahvol bo'lishi mumkin. Azadgarda altida, lekin burun quldi. Azod qilingan nima bo'lsa-manda, lekin hozirgi sharoitga qarasak, xalqlarning shunda o'lcham buzilib ketgan holda, burun qulvoqadan to'g'ri ko'rish bor. Hozirgi qulvoqsa to'g'ri ko'rishga o'xshash, burun qulvoqan bo'lsa yana to'g'ri ko'rdi ahvol bor. Lekin to'g'ri ko'rmaydigan bo'lsa, al-a'lam wal-aqra qul bo'lsa, bo'ldi. Biz faqat makruh deyishimiz jamoat shu xato o'lcham biktibag'achqa tuzib ketib qoladi, tuvan ko'rab dedi. وَلِأَنَّ الْغَالِبَ عَلَى الْأَعْرَابِيِّ الْجَهْلِ. Bu sahroyi badaviylarga ko'pincha ahvolda nadonlik g'olib kelib ketadi, bilimsizlik bor, qara qo'saq bo'lib qoldi. قال تعالى وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. Lekin mush Arabiy endi badaviy yoki sahro yezliq bir kishi al-a'lam bo'lib qolsa, avla bil imama. Masalan, Qashqardagi Salay damullojim, Sulaymon damullojim yezdin chigadimlar shu. Birisi avatdan, birisi vijadin kelganlar. Bizning damulla ulamolarimiz bu ko'pincha shu yezdin kirganlar. Wal fasiqu li fisqihi. Fasiqning uchun makruh desa, fasiq bo'lganlikdan. Wal a'ma la yajtanibu an-najasat. Mana a'maning makruh bo'lishligi sabab najosatdan saqlanib qo'lmaydi. Ya'ni qiblani aniq bilib yuzlanib turib qo'lmaydi. Tahoratni joyida qo'lmasligi mumkin. Lekin shuni hamma joyida qila oladigan Abdullah ibn Maktumga o'xshash sahobil bo'lib qolsa, ya'ni unda imomli bo'lib qolsa, bo'ladi. Va walad zina yustakhaffu bihi adatan. Walad zina uning gunohi yo'q. Uning gunohi yo'q. Bu shu ota-onasining gunohining qilmishining mahsuli. Lekin kishilarda ashun gunoh atgandek, ya shuni tuvan ko'radigan bir ahvol bor. Va laysa lahu man yuallimuhu. Bu otasi nama'lum bo'lg'achqa, uni ig'olab, tarbiyalaydigan, o'qitadigan kishilar yo'qlab qoldi. Ko'pincha ahvolda, ba'zi ahvolda balki valad zina
olim bo'lib ketishi mumkin. Ko'pincha ahvolda u jahil bo'lib qoldi. Undan keyin birinchi tarafdan jahil bo'lganlikdan, ikkinchi tarafdan kishilar ko'zgilmay aql namoz o'qimaydigan bo'lib qolgan bo'lg'achqa. Walau taqaddamu wa sallu jaza. Mana ayna turuqliq imom bo'lib qolsa, oldiga chiqib imom bo'ldi emasmi? Ya birisi chiqarib qo'ydi. Imom bo'lsa namoz joiz bo'laveradi, chetaq yo'q. Qala sallallohu alayhi vasallam sallu khalfa kulli barrin va fajir. Taqvodor bo'lsin, fasiq bo'lsin, musulmonlar bo'lsa aql namoz o'qinglar dedi. Bu hamda bakshab akasak hasan bo'lishi mumkin. Bi kasratu turuq. Lekin ajiz rivoyat qilamiz. Lekin hamda sahoba ikramlarningki, masalan Abdullah ibn Umar, Said ibn Jubayr, sahoba ikramlar va tabiinlarningki zolim yoki fasiq emirlarning keyin namoz o'qiganligi isbotlangan. Masalan Abdullah ibn Umar hajjajning aql namoz o'qigan bo'lishi mumkin. Ya Marvanning aqida ashunda namoz o'qiydi. Wal karahatu fi haqqihim lima zakarna min an-naqa'isi. An yuqorida biz makruh dedik. Ashu kishilar haqida makruhlik ashu kishilarda ashunda bir kamlik bo'lg'achqa shunda dedik dedi. Walau ulimat bi an kana al-arabiy yoki al-a'rabi afdala min al-hadari. Agar ahvol unda bo'lmay, aksi bo'lib, bizgandan aksi bo'lib qolsa, masalan, sahroyi shaharlik kishidan afzal bo'lib qolsa, wal abdu min al-hur, qul hurdan afzal bo'lib qolsa, walad zina min walad ar-rishda, attansi iniq bo'lgan, nikahdan tug'ilgan bolalardan afzal bo'lib qolsa, wal a'ma min al-basir, ama kishi ko'z ko'radigan kishidan afzal bo'lib qolsa, xuddi Abdullah ibn Maktum qilgandek masalan, fal hukmu bid-didd, u chaqda hukm aksi bo'ldi. Ya'ni avla bil imom bo'ldi shu chaqda. Wa amma al-mubtadi'u fa kana Abu Hanifa la yara as-salata khalfa al-mubtadi'. An bid'atchi kasak Abu Hanifa rahmatullohi alayh bid'atchining aqida namoz o'qisa bo'lmaydi deb qaraydi. Bu yerda bid'a, mukaffira, g'ayr mukaffir degan tafsilot to'xtalmadi. Bu albatta hamda g'ayr mukaffiraning gapi ma'lum. Mukaffir bo'lib qolsa, u kafir aql namoz o'qib bo'lmaydi deganga chiqdi. Lekin bu yerda hamda Imom Abu Hanifa mana bu salaf kitobi zot. Imom Abu Hanifa salafdan. Chunki ya tabi'i bo'ldi, ya tabi'in zamon osh fazilatlik davrlarda yashagan zotdan. Bid'atga qarshiligini menda ifodalanadi. Bid'atchining aql namoz o'qimaymiz. Ma'o oddiy gap emas. Ya'ni bid'atni naqadar yomon ko'rdiganligini bo'lsa, dinda bid'at paydo qilishning va bid'at tutmanishning yomonligini ifodalaydigan. Aql namoz o'qishga bo'lmaydi deb turoldi. Qala Abu Yusuf rahimahulloh akrahu an yakuna imamul qawmi sahiba bid'atin aw hawa. Abu Yusuf rahmatullohi alayhi dedi, akrahu an yakuna imamul qawmi sahiba bid'atin aw hawa. Jamoatning imomi bid'atchi yoki o'zining xohishiga, havoyasiga ergishadigan kishi bo'lib qolishini yomon ko'raman dedi. Hanafiy mazhab kitoblarida yukrahul iqtida'u bi sahibi bid'a degan. Bid'atchining keyin namoz o'qish makruh degan. Ham sahibi havo dedi. Shunama havo degan bu bir keng doiralik so'z. Bular qanday kishilar deymiz? Masalan, buni ular biz kafir deb aytgan bo'lmaydigan. Balki ashabul ahvonisi kafir bo'lib ketganlarim bor. Chunki havoyasiga ergishib doiraning sirtiga chiqib qolsa kafir bo'ldi. Lekin doiraning ichida qolib qolgan, islom doirasining shambrikining ichida qolib qolgan, lekin o'zining havoyasiga ergishib islom ummatining yo'lini tutmay, har xil qarashlarini chetlab ketgan kishilar bor. Masalan, ba'zilari Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning sahobalarni tillaydiganlar chiqib qoladi. Masalan, Shia'ni tillaydigan. Yani ba'zilari Qur'onning ba'zi oyatlari, ba'zi lafzlari to'g'riliq ba'zi gapni qilishi mumkin. To'liq inkor qilmasa, shundaroq bir gapni qildigan. Ayında bir iqimga ergishib qolishi mumkin. Yoki masalan, sunnatni hujjat bo'lolmaydi deganda Qur'onchilar degandek bunda iqimga kirib qolgan bo'lishi mumkin. Sunnatning hammasini hadis va sunnat degan faqat dalil bo'lolmaydi deb qolsa, kafir bo'lib ketishi mumkin. Lekin unda ko'proq ahvolda shunda sunnatni tashlaydigan bo'lib qolsa, bu sahibi havo.
aqli bak ishlab ketar. Hadisni inkor qilib bunda turgan bunda bo'lib qolsa, sahibi hava. Bu misollar ko'p endi. وعن محمد إمام محمد رحمة الله عليه دبته لا تجوز الصلاة خلف الرافضة والجهمية والقدرية. رافضة degan hozirda shu Shianing toifalaridan biri rafida deymiz. Nima uchun rafida deb atalgan? Rad qilganlik uchun. Nimani rad qilgan? Zayd ibn Ali ibn al-Husayn shu zatning imomatchiligini rad qilganlar. Shu İmam Abu Hanifa'nın zamanında yaşayan deydilar. Zeyd ibn Ali ibn Hüseyin. Bu Hüseyin radıyallahu anh'ın nevrisi. Şu İmam Abu Hanifa'nın ustazı hesaplanmış Zeyd. Yakın ötken. İmam Zeyd'den İmam Abu Hanifa rahmetullahi aleyhi ilim ağam buluşu mümkün. Yaki işkicatına yakın ötken. Hatta bazılar Umaviler karta Ehl-i Beyt'ke İmam Abu Hanifa maddi yardımı kıygan işkicatını deydiler. Abu Ja'far al-Mansur mu hozirlikqa zo'lab baqdi, uni bo'lsa o'tirib o'tdi. Siyosiy tarafim bo'lishi mumkin. Imom Abu Hanifalar shunday yaqin o'tibdi, ustoz bo'lishi mumkin yoki shunda yaqini. Bu Hisham ibn Abdul Malikning zamonida, Umayyad xalifasi Hisham ibn Abdul Malikning zamonida Shialarningki imom bo'ldi. İmomatchilik Zayd ibn Ali ibn Husayn keldi. Kelgandan keyin bu Shiali qubab yoki ashuldan bir toifa o'zlari bizning imom bo'ldilar. Bundan ekan Abu Bakr va Umar biz shayxon deymiz. Ha? At-tabarru min ash-shayxon. Mushu shayxondan men biza va ular la'nat qilma deb paslar deb turadi. Shunga Hazrat Zayd buni rad qilib, Alloh ulardan rozi bo'lsin deb taraddi qilgan. Shundan Shialar Zaydning imomatchiligini rad qildi. Rafadu imamatahu fasummu bir-rafida. Bundan bu rafida şu çağda Ehl-i Beyt ve şunda iqimdikilar hozir ikki bo'linib ketdimi? İmam Zeydni qo'llaganlar Zeydiya bo'lib ketdi. Zeydiya mesela hozir Yemanda bor-ku. Bu Ahli Sunnatga eng yaqin, Shianing Ahli Sunnatga eng yaqin toifasi. Bunisi yengilan bu bir to'rt mazhab o'ttirigi ixtilofga o'xshash fiqhiy mazhabdek sanaldi. Lekin boshqalar Zeydning imomatchiligini rad qilganlar, o'sha Imamiyal Ithna Ashariyya, Ismoiliyya, Al-Batiniyya, Alaviyya, Nusayriyya degan hammasi mushular. Hozirgi Irondagi Ithna Ashariyya, Suriyadagi Alaviylar, Nusayriylar, Bashar Musa va Batiniylar, bizning atash qo'ygandagi Ismoiliylar hammasi rafida. Bizning yakandagi Shialar rafida. Yakan kişiyanlar rafiza deydi uyg'urlar. Endi mana aytdi muhim gap bor. Bular hozir zamonda menga bir muhim gap bor. La tajuz salatu xalfar rafida deydi. Hozir Iroqda necha jarayonda o'lganlarning 20 dan ko'proq ekani shiali planliq qirg'in qilib o'tganlar. Masalan 5-6 yil ilgari bir dokladda 200 ming odam o'ldi dedi. Men o'qidim shuni bir xabarda yoki bir gazetda 200 ming odam o'ldi. O'ltirilganlarning soni 200 ming. Hozir endi 1 million aytgan bo'lishi mumkin. 200 ming bo'lsa 100 ming bomba portlagan yo badashda kashkan emas, vaqalar o'lgan bo'lsa, amerikaliklar o'tgan bo'lsa, 100 ming sap Shialar, Rafidalar ahli sunnani qirib yo'qotish uchun planliq qirg'in qilib o'tirayotganlar. Hatto yeza ba'zi nailni quruq deb aytgan bular. Planliq holatda qirg'in qilib ko'chini to'sab, ismidan so'raydi. Chaji qurib, ismi nima degan ekan? Umar, Abu Bakr yoki ashula yoqtirmaydigan sahobaning birasining ismi bilan ahli sunnaga dalolat qilib ismlagan. Desa hammani kichik bola bo'lsin, ayol kishi bo'lsin, hammani qirib o'tdi. Agar ismi Musal Kazim, Ja'far, Husayn, Baqir deb kelib qolsa, uni qo'yib qo'ygan. Iordaniyada yashaydigan Shianing eng yuqori marja'iyatdan birisi, Shianing e'tirof qilgan marja'iyatdan birisi, Shianinki Iroq va mushu rayonlarda ahli sunnani tozalash, qurtitish plani bor deb e'tirof qilgan. Va ashula fatvolarda ahli sunna bo'lib qolsa, o'ttasang, o't qo'ysang, bosqinchilik qilsang, milni bulsang halol deb fatvo bergan. Bu fatvo aniq, buni inkor qilmaydi. Qardavi 2007 bo'lishi mumkin. 2007da Shayx Qardavi Rafsanjani bilan Al Jazeera kanalida munozara o'tkazdi. Shu munozirada
Abu Bakr bilan Umarga Shayxonga la'nat o'qimanglar, deb biringlar, fatvo biringlar. Shianing ulamolari desa unumidi. Rafsanjani unumidi. Hozir Iranning atom bombasi bor. Atom bombasini bulundaydi İsrail qarshi, Amerika qarshi degan gap yo'q. Bizning atom bombamiz ahli sunniga qarshi yasalgan bomba deydi. Atomi. Şu bola Amerikalıların unda gıcılaştı, bunda gıcılaştı, tanpan kıldı, sohbet ötküzde, bu sohbet damlaştı, Amerika karşıya çıkanda bir mümkün emez. İki taraf tutuşup kalışı mümkün emez. Çünkü bula taşkı düşman bilen İslam ümmetinin cismindeki meraz tiktisi bizleşip ahli sünnini yokutuş planındaki iki taraf. Buna bek naçar taipan. Bunu eğir de pargallah kafir deydi. Sen ehtiyat qilay, shahadat aytdikan, shahadat aytgan kafir deb keyin masala kelib qolmasin deb ehtiyot qilganlar fasiq yoki mubtadi'a yoki ahli dalol deyish mumkin. Hozirmi shu Suriyada shu kichik bolalarni qirayotgan, bosqinchilik qilayotgan, o'ltirayotgan, och qo'yayotgan shular kimlar? Shu Rafidlar. Hizbullohmi shu Rafidlar. Yemenning ishiga bir marazni terib qo'ydi, Hufiyunlar. Uni shu yerda ma'lumot qilib davomli beramchilik paydo qildi. Bu Bashar shu Alaviy toifasidan. Alaviy deganda bu kafir. Buni ilk kafir deyishga jur'at qiladigan bir toifa. Ya'ni bu asli Nusayri deb bir nimalar, bir batiniy bir Shianing toifasi, lekin buni chiroyli atab Alaviy deb atalagan. Hazrat Alining ismida hadis qilgan. Lekin bular kafir asosan. Hozir shu Suriyada qilayotganimiz shu Shianing ishi. Buni ham biz bunda bir boshqa qarashdagi bir toifa ekan deb qolsak bo'lmaydi. Bu musulmonlarga ziyon urishda, suiqasd qilishda ashaddiy dushman hisoblangan toifa. Bundan keyin taqa bizning diyorimizda ish bor. Yakanda Shianing urug'i xili terilib avutildi hozir. Nima uchun? Musulmonlarni parchalash. Bunun faoliyatlari erkin azal qo'yildi. Çeklimi yok. Şu anda la tecuzu salah halfar rafida degan gap muhim gap. Bular mazirlik zamanda. Bizim kallamiz buna aydın bo'lishi lazım. Rafidning arqida namoz o'qisa bo'lmaydi. Vel Jahmiya mo aqida dairasida bir toifa. Biz vaqtida tabi'inlardan al-Ja'd ibn Dirham deb birisi bo'lib, bu xili ulamo lekin shunda Alloh taolaning sifatlarida har xil qarashni o'tirib qo'ygan. Yo'lib ketgandikan Al-Jahm ibn Safwan degan bir siqa. Shuni shogirdi. Bu shuning beshemda. Jahm ibn Safwan bu Alloh taolaning sifatlarini inkor qilgan. Albatta bu masala Al-Milal va Nihal tavhid aqida kalom kitoblarda o'qilgan masala. Degan qisqa tushuncha olsak, ajinda Alloh taolaning sifatlarini inkor qilgan endi bir toifa. Şuna bazı ulamalar kitapları Es-Sawa'iq al-İlahiyye fi-r-Radd ala-l-Jahmiyye. İmam İbn Qayyim'nin bu çünkü. Er-Radd ala-l-Jahmiyye vel-Mu'attila yani. Şu Mu'attila şu ta'til sıfat diyorlar. Vel-Qadariyye. Qadar diyen şu takdirden kelgan so'z. Al-Qada vel-Qadar deymiz o. Ular qadarni inkor qilgan toifa. Mesela şu Ma'badul Juhani, Gaylani Dimashqi shular boshog'an bir toifa. Bular ilohiy taqdirni inkor qilib, banda o'zi Allohning irodasini mustaqil holatda o'zi xohlagancha ishlarni qilib ketalaydi deb qaraydi. Alloh taoloning qudratgan taqdir qilgan deganimiz yo'q deydi. Bu qadariya degan mush Ma'badul Juhaniyninki shu dastlabki eg'ir darajali qadariyalar shular. Nima Mu'tazilami qadariya deb ataydi. Qadariya saniya yoki ikkinchi qadariylar degandek bu yengilroq. Buning qarashi albatta bu 5 prinsip bilan billa Mu'tazilning asas qarashi al-abd yakhluqu af'alahu al-ikhtiyariyya. Banda o'zining ixtiyoriy ishni o'zi tanlab o'zi qiladi degan. Ya'ni bu putish nimasiga dastlab qadariyalar salamda yaqinlashib qolgan joy. Ammo ahli sunnat deydi, yakhluq deganda demay, kasb degan so'zni ishlatadi. Bunda bir munosibroq so'zni tanlab muqillik. Lekin ma'asal yangilandi. Bu qadariya degan, ya'ni shu bizning doirasidagi toifa hisoblanadi. Qadariyal ular buning tashxisi edi. Jabriyaning tashxisi bor. Jabriya tam shun ta'turi.
Cebereydigan insonda hech qanday ixtiyorlik yo'q. O'g'illik qilsa, Alloh taolo endi qo'yganga majbur bu o'g'illik qilishga. Uni aytgili olmaydi. Xuddi mana qo'lni bog'lablam, yodin tashlasak, u tushmay sari yo'q. U boshqa hech qanday ish qilolmaydi. Yoki karishatul at-ta'ira fil hava, desan bir payyak yengil bir narsa havosida uchirib yuriydi-ku. Buni bir turib olaydi degan nimasi shu majbur deymiz. She'rda deydi-ku, alqahu fil yam maktufan va qala lahu iyyaka an tabtalla bil ma'i. Bog'lab, kemidan tashla suvga. Tashlab, uni g'ululab kelsam bo'lmaydi degandek bir işte. Majbur degandek. Mushu Jabriyaning nimasi bu? Ha? Endi bu Qadariya, Jahmiya bular shu o'tgan zamonlarda bor. Endi hozirgi zamonda yo'q bo'lishi mumkin. Lekin Mu'tazila bor. Mu'tazila lekin miyada aql namoz o'qib bo'lmaydi degan da'vat emas. Ha Qadariya ularning gapi. Lekin Rafiza buni hayotimiz bog'labmanda biz qechib qutlanmaymiz. Undan boshqa masalan shunda toifada masalan al-Almaniya. Almani qarash shakli bor. Naq oldimizda uchraydigan. Bu qanday odamlar desa, shahodat aytadi, men musulmon deydi, namoz o'qishi mumkin, Qur'on o'qiydi, lekin islom qonuni, islom tuzumi hokimiyat o'rnatishsa bo'lmaydi, jamiyatda tatbiqlash bo'lmaydi. Sen musulmon bo'lsang, o'zingga Qur'onni egiz takchiga qo'ysa, uyda jaymansa namoz o'qish mumkin. Masjidda namoz o'qisang mayli, ruxsat. Lekin uydan masjid, undan boshqa yerga islomni ko'tarib chiqsang bo'lmaydi. İslamның hakimiyetlik, yani hakimiyet Allah degan nimasi yo'q. Biz xohlagancha davlatni boshqarib, iqtisodni boshqarib, hamma iqtisod, siyosat va jamiyat ishlarida xohlagancha qonun bekitmaymiz. Allohning qonunini ijro qilish degan gap yo'q buningda, deb inkor qildilar. Bo'lmamda shu kafir. Almaniymi? Kafir devetli bo'ldi. Shundan Almaniy qarash qilnimi, aqlnimizga diqqat qildi. Mısır'da köp qo'y Almaniyalar. Ya bilganlar bilmaydiganda, masalan biz bu Rafizning aqida namoz o'qish qilishimiz mumkin bilmay qolsak bo'ldi katta. Lekin bilganlar olib qolsa, uni imomga chiqarmaymiz yoki aqida namoz o'qimaymiz. Ben o'qisalar kim bilsa qayta o'qiydi. Mayli bo'ladi katta. Lekin namozning vaqti barcha olib qolsa qayta o'qish yaxshi. Ba, shu fikrdagilar bor. Men musulmon, qalbim pok. Onun başka o hijabni o'qimasam bo'ldi. Namoz o'qimasammi Alloh dil qaraydi, ishlar kari deydigan har xil qarashlar bor. Bu bizda unda Almaniya emas, Almaniylik nimasi necha xil turga aylangan shakli bo'lishi mumkin. Qala va la tajuzu imamatu an-nisa'i was-subyan lir-rijal. Ayollarning va sabilaning erlarga imom bo'lishi joiz emas. Amma an-nisa'u fa liqawlihi sallallohu alayhi vasallam akhiruhunna min haythu akharahunna Allah. Ayollarga kelsak, nima uchun joiz emas desa, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning o'sha hadisi deydi. Akhiruhunna min haythu akharahunna Allah. Amaliyotda bu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning so'zi bo'lishi sahih. Sahihun mawqufan ala ibn Mas'ud. Shunami? Marfu holatda aziz bo'lishi mumkin. Akhiruna min haythu akharahunallah, Alloh taolo ularni erlardan kin tilga olgan bo'lg'achqa, innal muslimina wal muslimat wal qanitina wal qanitat degandek masalan. Islomo shu bo'yicha ish qilinglar degan ma'noda. Xuddi masalan bir oyatda ibda'u bima bada Allohu fi kitabihi dedi. Masalan hijdan faoliyatida. Nima desa? Nabda'u bis safa. Safa marvadan qandan boshlab sa'yni boshlaymiz desa, ibda'u bima bada Allohu bihi dedi. Yani inna safa wal marwata min sha'airillah dedi. Shunama inna safa da boshlanildi. Nahotki safadan boshlaymiz demakchi. Niyadimam Alloh taolo erlarni boshlantirib, uniki ayollarni tilgan kim? Ayollar kendi turdi demakchi. Lekin bu asar dalal jihatdan balki nas bo'landi bo'lmadi bir gap. Lekin bunda ijmo bor. Ayol kishi erlarga imom bo'lolmaydi degan ijmo bor. Islom ummati bugungi kunimiz qadar ijmo. Faqat lam o'tgan qatimda bir necha yil ilgari Amerikada bir ozg'un toif chiqib, doktora Amina Nassarma Nusayrma chiqib, oxirgi er va ayollar jamoasiga imom bo'lib, g'ulg'ul qo'zg'adi. Keyin
tarixdagi ixloslansa shirkatga yo'q. Hatta aqd qilgan jamoatlarmi er ayol aralashdi. Hatta ayollarmi yerim yo'lash bunda. Bu islomda aytdi, tang barobarlikni mustahkamlanganlar, aytdi, xumishliq tushunganlar. Angliq kishilar. Ayolmi er bilan huquqni barobar, ayollarni to'yin ko'rishga bo'lmaydi. Er kishi imom bo'lar ekan, ayol kishi bo'la oladi, mufti bo'la olgandek deb bunda farloq gapni ko'tarib chiqqan. Lekin ijmo va bu ijmo deganni buni sal qarasak bo'lmaydi. Islom ulamolari necha asr bo'yicha ayol kishi imom bo'ldi deb baqmagan. Bo'lmaydi deb kelgan. Bu tang barobar bo'lgan bilan ayol kishi erlarni oldida tursa, aqdiga erlarning diqqati ayol kishi bo'lib qolishi mumkin. Ruku turgan chaqda, yangishidigo, sajdaga borgan chaqda qarab qoladi. O'y xiyoli ayol kishi bo'lib qolishi mumkin. Namoz bo'lmaydi aqdi. Faqat unda ayol kishi diqqat qilmaydigan bir odam bo'lib qolsa, namoz joiz bo'lishi mumkin. Va annahu naha an at-taqdim yoki nahamu nahyunmu? Agar va annahu naha an at-taqdim bo'lsa, ayollarni oldiga chiqarishdan to'sgan Rasululloh degan bo'ldi. Yoki mushadis ayollarni oldiga chiqarishdan to'sashdan iborat deymiz. Ve amma sabi, niçin sabi imam bo'lmaydi erlarga desa, faliyanna salatahu taqa'u naflan. Uning namozi nafl uning haqqida. Chunki uningda bir narsa farz degan gap yo'q. Bu faqat bunda mashq qilish, o'rganishdan muru avladakum lis-salat va hum abna 7 va dribum alayha va hum abna 10. Bundan bu mashqdir o'rgatish uchun o'qiyotgan holatda uning nisbatan nafl emas, ajmo nafl hisoblanadi uning nisbatan. Teklif yok. Fela yecuzul iqtida'u bihi. Undan keyin tug'anlar farz o'qiydiganlar bo'lgandan iqtido qiz bo'lmaydi. Va qila yejuzu fi tarawih li'anna laysat bi fard. Va qila degan qarash ay bizning O'rta Osiyodagi Buxoro, Samarqand, Mavara, Turkiston diyorlaridagi ulamolar degan gapmish. Taravda tabiiy erlar imom bo'lib jamoat namoz o'qishi bo'ldi. Nima uchun taravih farz bo'lmagan ekan? Uning munafla va aqdug'aning munafla ayollarning oldiga ya erlarning oldiga chiqib o'qisa durust bo'lsa ayollarning oldiga chiqib o'qisa durust. Ya'ni sabiyning ayollarning oldiga chiqib o'qishini demoqchisiz, nima? Ya ayollarning erlar. Ya. Farz bo'lsin, nafl bo'lsin. Oilada bo'lganda masalan ayol erlarga imom bo'lsa-mi? Bo'lmaydi. Oilada bo'lsin, masjidda bo'lsin, qat'iy bo'lmaydi. Ya. Ya bo'lmaydi. O'tgas bo'lmaydi. Va ijmo dedi. Bo'ldi. Ijmo degan, ijmoning bir foydasi keyincha har xil qarashdan chiqib, talashda chiqishni yo'lini taqlatdi degan gap. Buni so'z ochmoq degan gap ijmoning. Pechatlayapti. Sabiy bola yoki ayollar imom bo'lmaydi desak, hatta taravihdan bo'lmaydi deb qolsak, buning chorasi vallohu alam. Taravih turib qatnashda o'tashing bizning bir foydali ish. Qur'onni pishig'dashda yoki qari ulash unvonini ilishda muhim bosqich, diplom bosqichi bizda. Davom ekan, agar taravih o'qish to'g'ri kelib qolgan taqdirda, kichik bola yoki ayollar o'qigan ahvolda namozni turmay, biraylar sirtida turib Qur'onni eshitib turib, loqma sasi bo'la. Degan sirtkilning loqma sasi asa buzuladi, buzmaydi degan qarash keyin chiqishi mumkin. Lekin bunda qisi bir chora bo'lishi mumkin. Lekin ma'noda taravihda sabiyning haqida cho'nglatus bo'ldi deb. Bu bir xillamdi. Taravihning ishi, naflning ishi sal yengil, mayli demak. Va sahih al-awwal, Hanafi mazhabda sahih qarash bo'lmaydigan qarash shu. لأن نفله أضعف من نفل البالغ فلا يبتنى عليه. Çünkü sebibanın naflisi çoğunlarının naflisi qaraganda yani aciz. Nağınken küçük nasını acizden olsa çıkarıp koysak bulmaydı. ومن صلى مع واحد أقامه عن يمينه. Yani işkeylerle namaz okudu. İşkeylerle namaz okuyan çağda qanday qildi? Bireyler bulab qalsa o'ng tarafda turdi. Li hadis ibn Abbas radhiyallohu anhu vaqaftu an yasar an-nabiy sallallohu alayhi vasallam fa akhadha bi du'abati
فأدارني إلى يمينه. İbn Abbas radıyallahu anh Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ammasi Maymuna'nın huzurida bir kishi qonab Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin kishilik ibodatini kuzatib boqmaya deb qo'ngan chaqda Resulullah kechida qo'pab o'zidan uyquni bir sirutib inna fi xalqis samawati val ardi on oyat o'qib anda islom qulumdan tartaldi undan keyin namoz o'qidi. Ibn Abbas sol tarafda turibdi, bir rivoyatda qulqidan tutib ma'nodan san manglay sejidan tutibdi, oqidan aylantirib o'ng tarafiga o'tkazib qo'ydi. Fadalla anna al-yamina awla. Undan keyin o'ng taraf shu turishga eng loyiq joy ekanligi ma'lum bo'ldi. Va anna al-qiyama an yasarihi la yufsidu salat. Lekin sol tarafda turib qolgan bo'lsa-mu namozni buzib ketmaydi. Nima uchun? Chunki Ibn Abbas Rasulullohning sol tarafida turib quloq qoqqan namoz o'qigan. Undan keyin o'ng tarafiga kelib qolibdi, yangidan quloq qoqmadi-ku. Burun quloq qish hisob, ya'ni u namozni buzib ketmaydi degan gap shu. Masalan, biz sol tarafda turib namozni oxiriga qadar o'qiyotgan bo'lsa, namoz. Lekin uni joyida qilmagan bo'ldi demakchi. Va annal fi'la al-yasira la yufsidu salat. Azg'ina sharkat bo'lsa, namozni buzib o'tmaydiganligini ko'rsatadi. Ma'lumda biz namozga munosabatsiz bo'lsa-mu, o'sha hadisdan oldigan bir favoidim. Endi imom bilan yolg'iz bir ayol bo'lib qolsa, endi turamdi. Endi tuma keyinda ayrim bir saf qilib turdi. Nima? Aqıdılam turdu. Tapşırıq. Siz başqa yazarsa, o'ng tarafda turgan chaqda imom bilan tang turamdi yoki imomdan bir qadam keyinda turamdi. Başini bosib turish. Bu tapşırıqlar jiq bo'lishi mumkin. Lekin bu darhol qilib kelgan tapşırıq emas. Bu kitobi tahorat tugicha qilib kelsan bo'ldi. Ha. Bunun boshqa nima tapşırıq bordi-ku? Hozir 4-5 bo'lib qoldi tapşırıqlar. İmam bilan biraydan turgan chaqda o'ng tarafda turdi, turgan chaqda imom bilan tang turamdi yoki bir qadam keyin turamdi. Bu tapşırıq. Qala fa in salla bi ithnayni aw akthara taqaddama alayhim. Ikki va undan ko'proq kishiga imom bo'lsa, oldi turdi. Bu zohir rivoyat, ya'ni temizlikki zohir rivoyat. Li hadis Anas radhiyallohu anhu qala aqamani Rasululloh sallallohu alayhi vasallam wal yatima wara'ahu wa umma Sulaymin wara'ana. Anas radhiyallohu anhuning mushahidasiga asosan, ya'ni yetim bilan shu Anas bu sabiy bo'lishi mumkin shu chaqda, ikkalanni og'ir tug'izda degan. Bu lafzmanda kelgan bo'lsa-mu, lekin bu Sahih Buxoriyda, Muslimda kelgan muttafaqun alayhi hadis mavzu. Sahih Buxoriyda wasafaftu ana wal yatimu wara'ahu wal ajuzu min wara'ina. Sahih Buxoriyning lafzi. Muslimda bu bor. ولقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. İki ve onundan köprek olsa cemaat buldu degan şu hadis deydi. Yani cemaat. Lekin bu hadis sahih bo'lmasi mumkin, aciz. Lekin şu ikkilan o'qigan ahvolda cemaat buldu deganga sahih hadis bor. Qaysi? Malik ibn Huwayrith bir hamrosi bilan safar qilmoqchi bo'lgan chog'da Rasululloh val ya ummukuma akbarukuma sinnan dedi-ku. Siz sho'mroqinglar imom bilan o'qinglar deganga ikkalanga shu jamoat ma'nosi bor shunda. Lekin avvalda safni rush faras, imomda sunnat Safni rushlash shu endi tug'an kishinimi shu oddan tug'izdi shu. Ya'ni imom joyi tug'izdi. Imomning vazifasi shu. Xuddi og'idagi jamoatning safni rushlagandek. Imomlar taqdir faraz bo'ldi. Ya tang turish degan gap bilan chiqmaydi. Ya'ni tang tug'zamdi, ya bir qadam keyin tug'zamdi, bu imomning qo'lidagi ish. Qaysi to'g'ri bo'lsa shuni qildi. Lekin qaysi to'g'ri? Topshiriq. Ya shu keyinlik safda ruslab qo'ydi. Imom shu takbir tushgan chog'da ay safni bir-birlab ruslab turib, sen oldinga chiqasan, oxirat tug'in deb ruslatib oldida turib Allohu akbar quloq qoqdi. Endi mana bu keyin turdi degani bu zohir rivoyatda keldi. Buning dalili Sahih Muslimdagi bir rivoyat. Jumhur ulamolar shunda degan. Ikkalan bo'lib qolsa keyin turdi. Buning dalili Sahih Muslimda Jabir va Jabbar ikki sahaba Rasululloh sollallohu alayhi vasallam o'ng tarafida, so'l tarafida turgan vaqtida ikkalani majlisdan ishlab, oqsatga ikkalani tug'izib qo'ygan Rasululloh. Sahih Muslimda. Nolike ma'vo o'sha nas bo'la oladi. Endi Hanifi mazhabida Abu Yusuf rahmatullohi alayhi bir qarashda
ikkala bo'lib qolsa biraylar o'ng tarafida biraylar so'l tarafida turdi deb qaragan bizning yurtdami mushqarashlarni amal qildi odatda ya'ni bularning dalili shu Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Alqama va Asad shogirdini kitobi bilan billa ikkalanni o'ng va so'l tarafida turg'izib qo'yib turib namoz o'qigan va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunda o'qiydi degan. Ya'ni bu marfu doirasida. Lekin Rasululloh bunda o'qiydigan bunda o'qishni bakan dedi. Bu jumhur ulamolar yap bu shu hujra shu o'rin tashliq bo'lg'achqa ikki saf bo'lmaydigan holat bo'lg'achqa shunda turgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marfu Rasululloh bunda o'qigan desa Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shu endi tashliq bo'lgan yerda shunda o'qigan. Lekin Azariyada mana keyin nima qilgan shaklda Jabir va Jabbarning hadisida aqqa bir saf qilib to'g'izib qo'ygan deydi. Endi Hazrat Anasning hadisimi shuni ko'rsatdi-ku. Ana valatimu va ra'ahu degan. Undan keyin shu ayrim bir saf bo'lib turdi degan qarash shu tushdi. Vallohu a'lamu bis-savab. Subhanakallahumma va bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka va atubu ilayk.